Resulallah, Habiballah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah'ın rahmetini qo'llangan shaytonning huzur betishidan Allohga sığınıp panoh talab qilaman. Nəhayət şəfqətli və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Sizlar bizni bütün kainatni yaratgan, sizlar bizni dunyo va oxiratlik nijotlik yo'li bo'lgan haq dini islom diniga hidoyat qilgan qudratli Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Alemlerge rahmet kılıp evatilgen Hazreti Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesiyle, Cenab-ı Resulullah olan birge hiç gündüz harmayıp talmayıp hak dinini yetkizüş yolunda cihat kılgan barlık sahabalarga, kıyamet gün kadar olanın yolunda izcil davamlaşıp mangan barlık mümin Müslüman braderlerge Allah'ın rahmeti ve selamı olsun. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Biz neçe vaqtdan bir davamlaştırıp kelayotgan Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixi haqidagi Rahiqul Maktum degan şu kitabımızın dersini yine davamlaştırış için bu sorunga hazır bo'lganlarga Allah rahmet kılsın. Biz yana şu dersimizni davamlaştırış için bugün bu sorunga hazır olduk. Biz bugünkü okulduğun dersimiz Cenab-ı Resulullah peygamber kılıp evatilmişten burun Cenab-ı Resulullah'ın hayat vaktida yüz bergen muhim bo'lgan vaqaliklar haqida to'xtalamiz. Şu vaqaliklarning birisi mushu urush haram qilingan oylarda Muşu Arap yerim aralıda Mekke'de tonulup gelgen Ukkaz bazarı da bir bazada Kureyşliklerle birlikte Kinana kabilesi Andigin Kaysibni Aylan kabilesi oturusu da bir uruş yüz bergen. Bu uruş haram kılıngan ayları yüz bergenligi üçün bu tarihte Harbul Fujjar deb atalgan. Günahkarlar uruşu deb atalgan. Bu Resulullah peygamber kılıp evatilmişten burunki 40 yıllık hayatida yüz bergen en muhim vaqaların biz. Yeni birisi Cenab-ı Resulullah'ın peygamberlikten burunki yaşayan 40 yıllık hayatida yüz bergen en muhim vaqaliklarning yana birisi Hilful Fuzul, yaxshilik uyushmasi qurilgan. Mana bu uyushmaning asosli maqsadi mushu zulmga uchragan, nahaqchilikka uchragan Mekke aholisi olsun ya Mekke'den boshqa bilak yurtlarning aholisi Mekke'ga kelib Ajdaq zulmga nahaqchilikka uchragan bo'lsa, shularning haqqini etbirish uchun haq tarafdorda, mazlum tarafdorda bo'lish, shularga yordam berish uchun bu qurilgan uyushma edi. Mana bu bizning payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishdan ilgari o'shundaq yaxshilik uyushmasiga qatnashgan. Mana mush uyushmaga hazır olup, mush uyushmaninki muhim a'zolarining bir qismi bo'lgan edi. Biz endi darsimizni boshlasak, Hilful Fuzul, ya'ni yaxshilik uyushmasi. Mana gunohkorlar urushidan iborat urushning ta'sirida
Urush haram qilingan aylarning ichidagi Zilqa'da oyida mana bu yaxshilik uyushmasi qurildi. Mana bu uyushmaga Quraysh qabilasidan Banu Hashim cematti. Banu Muttallib, Asad ibn Abdul Uzza, Zuhrat ibn Kilab, Timur ibn Murra qatorliq bir qancha cemaatlar, bir qancha qabilalarning o'zi qandaqan qatnashgan. Ular Abdullah ibn Jud'an Taym degan odamning oilasiga yig'ilib, mana bu Abdullah ibn Jud'an degan bu kishiningki Quraysh qabilasining ichida yeshi cho'ng ham uning sharafi bo'lganligi uchun mush odamning oilasiga yig'ilgan. Ular Makka aholisi, o Makka aholisidan boshqa mushu Makkaga kelib qolgan boshqa odamlar mushu zulmga uchragan holatni topmaslik, lekin zulmga uchragan, nohaqchilikka uchragan, tajovuzchilikka uchragan holatni tep qolsa, mushu mazlum tarafdarda bo'lish, haq tarafdarda bo'lish uchun ular ahd tuzishdi va to'xtam tuzishgan. Va kanu ala man. Ular mushu nohaq zulmga uchragan kishi bilan birga bo'lish, o kishiningki nohaqchilikka uchragan, o kishining zulmga uchragan shu narsani shu odamga qaytirib berish uchun shu zulmga uchragan kishilar bilan birga bo'lish. Mana bu uyushmaga Allohning elchisi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qatnashib, mush uyushmaning a'zosi bo'lgan. Mana bu Janob Rasululloh Allah payg'ambarlik bilan hurmatlagandan keyin mundoq degan. Laqad shahidtu fi dari Abdullah ibn Jad'an hilfan ma uhibbu anna li bihi umurun ni'am wa la du'iya bihi fil islam la ajabtu. Men Abdullah ibn Jad'anning oilasida bir ittifoq, bir uyushmaga hozir bo'ldim. Mana shu uyushmaning badaliga qizil tugularni yaxshi ko'rmayman degan. Shu uyushmaning badaliga mening qizil tugullarimning bo'lishini yaxshi ko'rmayman. Agar men shu uyushmaga islomning o'zida chaqirilib qolsam, albatta men qanday qilaman, ijobat qildim bu uyushmani degan. Mana bu uyushma, bu ittifoqning asosiy ruhiyati mush jahiliyat talabbozligiga zid keladi. Mana bu jahiliyat talabbozligini qabila talabbozligiga qo'zg'ab chiqargan bir jahiliyatning talabbozligi bor edi. Shu talabbozlik, shu tarafdorlikqa zid keladi. Mana mush ittifoq, mush uyushmaning qurilish sababi haqida tarixda bunday deyilgan. İnna rajulan min Zubayd qadima Makkata bi bida'a. Zubayd qabilasidan bir odam Makkaga mushu tijorat mollarini olib keldi. Mana bu molni o odamdan Asib ibn Va'il Sahmi degan mushrikning o'zi sotib olgan. Bu odamning malini elib olib, bu odamning haqqini bergan bo'lgan. Andayken bu adam, bu Asib ibn Va'il Sahmiga qarshi bu Abduddar ve Mahsum cemaati Cumah, Sahmi ve Adiye kabilesinden ibaret bu ittifak gruplarını çağırgan. Yardım bir iş çağırıp da ular bu adamı perva kılmadı. Andayken bu adam Ebi Qubays namlı bir taqqa chiqib, o'zining zulmga uchraganligini tasvirlaydigan, o'zining ovozini yuqori ko'targan holda o'zining zulmga uchraganligini sifatlab beradigan bir qancha she'rlar bilan to'ladi. Mana bu odamga ko'ngil bo'lish, bu odamning haqqini olib berish uchun bu odam tarafdorda bo'lishda Zubayr ibn Abdul Muttallib maqdi. Dedi bu Zubayr ibn Abdul Muttallib ma lihaza matruk.
Bu odam mushunda holatda nimishga tashlab qo'yildi? Hattoki ularning nomi, ularning zikri yuqorida deb o'tilgan shu bir qancha alqi jamoatlarning o'zi, qabilalarning o'zi bu yaxshilik uyushmasiga to'plashdi. Ular bu uyushmani qurib chiqdi. Andan keyin ular Asibni Vailning qishig'i berib, ondan bu Zubayda qabillik bu odamning haqqini elib bergan. Hem Cenab-ı Resulullah'ın peygamber bo'lishdan ilgiriki mushu yaşagan tarixlarının içindeki en jafolik, en mushaqqatli hayatı haqida to'xtalamiz. Cenab-ı Resulullah'ın dastlabki yoshlik mezgillerinde muayyan bir faoliyati, muayyan xizmati bo'lmagan. Lekin oqa üzülmey kelgan ko'plagan rivoyatlar shuni deb o'tdi Cenab-ı Resulullah qo'y boqqan edi. Mana bu qo'yni Bani Sa'd qabilasining ichida boqdi. Makka aholisining qo'ylarini mushu tog'ning cho'qinlarida boqqan edi. Deb bunday rivoyatlar kelgan. Hem şu bizga nayt aniq ko'rilib turibdi Cenab-ı Resulullah sal cho'ng'aygan vaqtida bu tijorat, savdo satib xizmatlarga o'tkazgan. Ve yana şu keldi Cenab-ı Resulullah Saib ibn Abi Saib el-Maksumi degan odam bilan birga tijorat qilgan. Mana bu odam Cenab-ı Resulullah'ning eng yaxshi sherigi edi. Mana bu adam Cenab-ı Resulullah xo'shamat qilmaydi. Hem Cenab-ı Resulullah bilan so'kunlashib jidallashmaydi. Bu adam Cenab-ı Resulullah'ın qishig'a Makka ozod bo'lgan kunda kelgan edi. Cenab-ı Resulullah bu adamni qarshi oldi. Dedi Cenab-ı Resulullah merhaben bi ahi ve shariki degan. Qarshi olaman qarindishimni va mening tijoratdagi sherigimni degan edi. Cenab-ı Resulullah 25 yoshga kirganda Hadicha radhiyallohu anhaning iqtisodida Şam'a ticaretçi olup çıktı. Bu haqda İbn İshaq mundoq dedi. Huvaylidning qizi Hadicha bu sharafga ega, iqtisodga ega bo'lgan bir tijoratchi, savdogar ayol edi. Mana bu ayol o'zining iqtisod mulkida erlarni qanday qildi ijaraga oldi. Hem ular bilan bu tijoratda ularga bir ulush nisibi qilib berish bilan muzarabat qiladi. Qurayshlar bu aslida tijoratchi, savdogar xalq edi. Mana bu Hadicha radhiyallohu anhaga Cenab-ı Resulullah to'g'risidan o Hadicha radhiyallohu anhaga yetgan Cenab-ı Resulullah'ning so'zda rostchil bo'lishi, Cenab-ı Resulullah'ning bu ishonchlik bo'lishi, Cenab-ı Resulullah'ın ahlakının naydi isil, güzel buluşları yetti. Onun için bu Hadicha radhiyallohu anha bu Cenab-ı Resulullah'a edim etti. Cenab-ı Resulullah'a özünün iqtisod mülkünü tesmiyet qilib, Şam'a ticaretçi olup çıkış teklifine oturup koydu. Hem bu ayol Cenab-ı Resulullah'a o Resulullah'ın başka ticaretçilerge bergendim mi, sen yuqurroq bir iqtisod shaqqi berdiganligini dedi. Hem Resulullah yalğız chiqmaydi. Mana bu Hadicha radhiyallohu anhaninki Maysara deydigan bir xizmatchisi bor edi. Shu xizmatchi bilan birga chiqishni o'tirib qo'ydi. Bu taklifni Cenab-ı Resulullah Hadicha radhiyallohu anhadan qabul qildi. Cenab-ı Resulullah şu Hadicha radhiyallohu anhaninki iqtisod mulkida shu vaqtida chiqdi. Resulullah bilan birga bu Hadicha radhiyallohu anhaning xizmatkori Maysara chiqib, bular Shamga keldi. Hem Cenab-ı Resulullah'ın Hadicha radhiyallohu anha bilan turmush qurish vaqaliklari. Resulullah Makkaga qaytib kelgan vaqtida Hadicha radhiyallohu anha o'zining iqtisodiy mulkida bundan burun ko'rib boqmagan barakatlarni
ve işencelerine kötü. Hem Hadice radıyallahu anh'a, Hadice radıyallahu anh'ın hizmetkarı Meysere, Cenab-ı Resulullah'ı köygen bunda tatlık, bunda dostluklar, insil hisletler, küçlük doğru fikir, rastçıl sözlük, naati işencilik boğan prensiplarını tebbet. Bu Hadice radıyallahu anh'a şu vaxtıda özünün uzundan beri izlep gelevatkan, lekin onunla erişemey gelevatkan bir narsani tapqandek bo'ldi. Hem şu Arap cemiyetide, yani Quraysh kabilesinin içindeki nurg'unlagan başlıklar, rahbarlar bu Hadice radıyallahu anha bilan turmush qurishga shunchalik erishmadi edi. Mana bu Hadice radıyallahu anha ularga unamay kelgan. Mana bu Hadice radıyallahu anha öz ko'nglidagini o'zining do'sti Munabbahning qizi Nafisaga dedi. Mana bu ayol Cenab-ı Resulullah'ın qishig'i berib, Cenab-ı Resulullah'a Hadice bilan to'y qilish taklifini, to'y qilish so'zini ochdi. Rasulullohmi buningga rozi bo'lib, Rasulullohmi turmush qurish uygu kelganligini dedi. Rasululloh o'zining tog'illariga Hadice radıyallahu anha bilan to'y qildiganligini, to'y qilg'isi borligini dedi. Mana bu Rasulullohning tog'illari Hadice radıyallahu anha'nın tog'isiga qishig'i bordi ve o Hadice radıyallahu anha'ni Rasulullah'a qarta söz açtı. Şunun ta'sirida bu turmush tamam oldu. Mana bu nikohga Banu Hashim qabilasi, Muzar qabilasining boshliqlari qatnashdi. Mana Rasulullah'ning Hadice radıyallahu anha bilan turmush qurishi Cenab-ı Resulullah'ning Şamdan qaytib kelib 2 oydan keyin bo'lgan. Mana bu Hadice radıyallahu anha'ningki to'yligi 20 tugi bo'lgan. Hem şu Hadice radıyallahu anha'nın şu vaqtidagi yaşı 40 yaş edi. Aşu günde Hadice radıyallahu anha nasab jihatdan, boylik ve aql jihatdan öz xalqininki eng fazilatli ayollari edi. O Hadice radıyallahu anha Cenab-ı Resulullah olgan tunji ayol bo'ldi. Mana Hadice radıyallahu anha'dan başqa Hadice radıyallahu anha'nın ustiga Hadice radıyallahu anha vafot topqanga kadar başqa ayol bakmadı. Cenab-ı Resulullah'ın barliq farzandlari İbrahim degan farzandisidan başqa barliq farzandlari şu Hadice radıyallahu anha'dan bo'lgan. Yani bu Hadice radıyallahu anha Cenab-ı Resulullah'ı birinci olup Kasım degan bir oğulunu doğup verdi. Mana bu Cenab-ı Resulullah evvel Kasım deb şu nima bilan oğlu bilan Kasım degan oğlu bilan kuniyatlargan. Taxallus qilib chaqirilgan. Ondan keyin Zeynep degan bir qizni ve Ruqiya degan bir qizni, Ummu Gulsum ve Fatima degan qizni, Abdullah degan bir oğulunu doğup verdi. Mana bu Abdullah Tayyib, Tahir degan laqab nomlar bilan chaqiriladi. Rasulullah'ın oğul farzandlarining hammasi kichik vaqtida o'lib ketdi. Ammo qizlarga kelsak, 4 qizi, o qizning hammasi islomni topdi, musulmon bo'ldi, ham hijrat qildi. Lekin bu Rasulullah hayot vaqtida olan Fatima radıyallahu anhadan başqa 3 qizi vafot etib ketdi. Mana bu Fatima radıyallahu anha Cenab-ı Resulullah'dan 6 aydan keyin qanday qildi vafot topdi. Ondan keyin Resulullah'a qo'shildi. Cenab-ı Resulullah'ın peygamber bo'lishdan ilgiriki 40 yillik hayotida yuz bergan eng muhim bo'lgan voqealarning yana birisi Ka'baning qurilishi. Yani Ka'bani remont qilish ham Mushu Hajarul Aswadni
qo'yish to'g'risidagi talashni betaraf qilish uchun shu o'ttirg'a, ya'ni hukm, ya'ni hokim o'rniga chiqish masalasi bo'ldi. Ya'ni hokimlik o'rniga chiqarish masalasi. Janob Rasululloh 35 yoshga kirganda bu Qurayshlar Ka'bani qo'pirish, Ka'bani remont qilish ishlari bilan turdi. Yani aşırdak bo'lişi Ka'ba bo'lsa, nayte tik to'g'an bir qoram taş edi. Mana bu Ka'baning egizligi İsmoil alayhisalom davridan tortib 9 kez edi. Mana bu Ka'baning o'g'isi yo'q edi. Mush Ka'baning ichida qo'yib qo'yilgan Ka'baning xazinalarini bir-birlik o'g'ri qaroqchilar o'g'irlab ketdi. Shunda turib bu Ka'baning o'zini qadimi bir asara atiqa deb e'tiborga ilish bilan Ka'ba ening qurilishini ojizlashtirgan bir-birlik hodisalarga duch keldi. Ka'baning tomlari chakatda yerilib ketdi. Payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lishdan 5 yil burun Makkada ig'ir bir suv kelkin ofati yuz berdi. Mana bu sel kelkin bu Baytul Haramning tigini kolab ketdi. Ka'ba bu sel kelkinning sababidan bu o'rlib tushishga pas qoldi. Qurayshlar bu Ka'bani qaytadan qurish, Ka'bani qaytadan yangidan remont qilishga majbur bo'ldi. Yani şu Ka'baning asli o'rnini saqlab qolgan oldi. Ular Ka'bani qurish, Ka'bani qayta yasash, remont qilish ishlariga faqat pokiza, halol bo'lgan iqtisodni olib kelishga birlikka keldi. Ular bu Ka'bani qayta yasash, remont qilish ishlariga bu buzuq, fohishavat ayolninki bu ish haqqi hem cazanı xorluq elim setim bilan şoğullanğan cazanı mallarını iqtisadını. Adamlardan bir adamninki zulümge uçrab elverilgan haqqını ekirmeydi. Ola Ka'baning shiqilib ketishidan, o'rilib ketishidan sal andisha qilib qo'rqqan. Ondan keyin bu Ka'bani buzuşqa Valid ibn Mughiratul Maqsum başladı. Qo'liga jotoni elib dediki: "Allohumma la nuridu illal xayr." Ey Allah, biz faqat yaxshilikni iroda qilamiz dedi. Bu Ka'baninki ikki ruknining tarafini o'rdi. Mana uningga hech qanday bir narsa, bir musibat yetmadi. Uningga odamlar ikkinchi kunidan boshlab yiqitishga, o'rishga erishib o'rdi. Hamisha ular bu Ka'baning qurilishini yiqitdi, o'rdi. Hatto ular Ibrohim alayhisalom qurgan ashul qismiga yetib bordi. Ondan keyin ular bu Ka'bani yasash ishlariga tutish qildi. Bu Ka'baning yasash ishlarini bir qancha qabilalarga bo'ldi. Her bir kabile için şu parçadan bir kısmını xas qildi. Her bir kabile şu taşның o'zini alayda o'xshash shaklda to'pladi. Ular Ka'bani yasashga boshladi. Mana bu Ka'bani yasash ishlariga bu urumliq qurilishchi, ening nomi Baqum deyiladigan bir qurilishchi o'z ustiga oldi. Yani bu Ka'baning qurilishi Hajarul Aswadning o'rniga yetib borgan vaqtida bu Hajarul Aswadni o'z o'rniga qo'yish sharafiga ega bo'ladigan kishi haqida datalash qildi. Bu Hajarul Aswadni o'z o'rniga kim qo'ydi? Bu haqida datalash qildi. Bu datalash izchil davomlashdi 4 kecha yoki 5 kecha. Hatto bu datalash qattiq bo'lib Haram zamanında ig'ir bir urushqa o'zgarib ketishga tas qoldi.
Lekin bu Aba Umayyad ibn Mughirat al-Maqsum degan kishi ularning o'ziga, ularning o'rtasida yuz bergan bu ixtilof ziddiyat haqida, ularning qishig'a mush Ka'baninki masjid ishigidan kelgan tunji kishi hukm chiqarish taklifini o'tirib qo'ydi. Bular uningga rozi bo'ldi. Allah ash Ka'ba masjidining ishigidan ularning qishig'i tunji kirdigan kishining Allohning elchisi Muhammad alayhisalom bo'lishini xohladi. Ola o Cenab-ı Resulullah'ını köraplanken çoğuruşup to'lab ketdi. Hazel emin rezinahu. Mana bu ishonchli kishi, biz uning hukm chiqarishiga rozi bo'ldik deydi. Mana bu Muhammad alayhisalom ularning qishig'iga ketdi. Ular o Cenab-ı Resulullah bo'lgan ahvolni dedi. Hem Cenab-ı Resulullah bir dana palas tonning o'zini talab qildi. Yani tonni talab qildi, toshni tonning o'rtasida so'qib qo'ydi. Mush datalash qilgan, ixtiloflashgan mush qabila boshliqlaridan hammasi mush tonning bir tarafini ching tutishni talab qildi. Rasululloh ularni hammasi birdak mush tonning o'zini ko'tarishga buyurdi. Ular bu Hajarul Asvad bo'lgan bu tonni Hajarul Aswadning o'rniga yetkizgan vaqtida o Hajarul Aswadni Cenab-ı Resulullah o'zining muborak qo'li bilan oldi, uni o'zining o'rniga Rasululloh qo'ydi. Mana bu bo'lsa hamma kishilar rozi bo'lgan noit o'tkir oqilona bir hal qilish chorasi bo'ldi. Qurayshlar bütün halal bo'lgan xarajatni qisqartdi. Yani bununla fakat halal yoldan kelgan, halaldan topgan iqtisodni xarjlaymiz deb halal pok bo'lgan chiqim xarajatni qisqartdi. Ular shimoli tarafdan, ya'ni shu Ka'baning shimoli qismi, yana sol taraf qismidan 6 gazcha o'rinni chiqaribdi. Qisqartiribdi. Mana bu o'rin hozir Hajar Hittim deb ataladi. Ular Ka'baning ishigini simindan sal ustun ko'tardi. Nimishqa u Ka'baning o'ziga faqat Ka'baga kirishni irod qilgan odam kirish uchun. Mana bu Ka'baning qurilishi 15 gaz yetgan vaqtida ular 6 to'ruglik qilib bir o'giz yaptı. Ka'baning qurilishi bitgandan keyin bu taxminan 4 jasa shaklga ega bo'ldi. Mana bu Ka'baning egizligi 15 metrga bordi. Bu Ka'badagi Hajarul Asvad bo'lgan, uning qarshi taraflari bilan qatilib, Ka'baning kona asli hul qismining uzunligi 10 metr bo'ldi. Mana bu tosh mush Ka'bani tavob qiladigan shu zamindan 1 metr 50 santa egizlik qo'yildi. Mana Ka'baning ishigining qarshi taraflari bilan qatilib, ya'ni Ka'baning ishigi bor, ening qarshi taraflari bilan qatilib bo'lgan, uning asli kvadrat qismi 12 metr bo'ldi. Mana bu Ka'baning ishigi zamindan 2 metr egizlikka ko'tarildi. Mana bu Ka'bani sirtqi tarafdan Ka'ba qurilishininki ostin tarafidan burunqi koni bo'lgan asli hul qismi o'rab turdi. Ka'baning o'rtacha egizligi 25 metr. O Ka'baning o'rtacha to'g'ri qismi 30 metr. Atılıdır bu o'rinlarni Shazruvan deb atiladi. Mana bu o'rinlarmi Baytullahning asli qismidan hisoblanadi. Lekin Qurayshlar u yerni remontni qilmay, ya'ni Ka'badan ayirib tashlab qo'ygan.
Hem Cenab-ı Resulullah'ın peygamber oluşundan ilgireki kıskıgına boğan ayat tarifimiz. Cenab-ı Resulullah özününki üst yetiliş, ösmürlük çağlarıdılan kim her türlük tabiiqlarning içindeki en yaxshi alaydiliklarni çoğulgan idi. Hem Cenab-ı Resulullah doğru fikir, doğru qarashdan yüksek bir şekilde idi. Cenab-ı Resulullah bu sezgürlükning en yaxshi, fikri aslilik, vasıta ve nişanның doğruluğundan to'liq bir nasibiga erishgan edi. Cenab-ı Resulullah özünün uzun cimxorluğu bilan uzun o'ylanishga ve fikrini davamlaştırışqa hem özünün haqqı bo'ysunushiga yordam talab qiladi. Cenab-ı Resulullah özünün o'tkir aqli bilan, özünün saf tabiati bilan hayat batlarini, odamlarning ishlarini, cemaatlarning, jamiyatlarning ahvolini ko'zdan kechiradi. Ondan keyin Cenab-ı Resulullah mushu kishilarning, cemaatlarning ahvollaridan, o'sha xurofotliklardan saqlanib, onundan o'zini jiroq tutadi. Ondan kishilar o'zining ishidan, ularning ishlaridan bir aql, farosat asosida kishilarga muomala qiladi. Cenab-ı Resulullah yaxshi deb qaragan narsalarga uning sherik bo'lib qatnashadi. Agar unda qolmasa o'zining burunqi kona ayrilib turish odatlariga qaytadi. Rasulullah aroq ichmaydi. Maxsus butlarga atab bo'g'izlangan narsalarni yemaydi. Mana but haykallar uchun bektilgan hayit bayramlarga, yig'ilish marosimlarga qatnashmaydi. Resulullah'ın tuncu üst yetilgeninden başlap aşı batıl çokulnavatkan butlardan nefretlenedi. Resulullah'ı o but heykelden mi ölçmenligirak yaman görüldüğün vicdansı bulmagan. Resulullah Lat Uzza'nın namı bilen kılgan kasemni anlaşka sabır kılamaydı. Takdir o Cenab-ı Resulullah'ını şundak insani tabiatın alqıgan, bu insani tabiatki mas kelmeydigan, bundak nachar qilmishlardan saqlash bilan qo'dab qoldi. Mana bir qism dunyoning uzr halovatlaridan manfaatlanishga ko'z tikish uchun ko'ngil xohishlari harakatlangan. Maqtalmaydigan bir qism an'ana o'rib odatlarga ergishishga ko'ngli unab qolgan vaqtida bu ilohiy ko'ngil bo'lish Janob Rasululloh bilan bunda maqtalmaydigan bir qism an'analar o'rtasida to'sqinlik qilish uchun aralashadi. Bu vaqtda dedi Janob Rasululloh: "Ma hamamtu bi shay'in mimma kana ahlul jahiliyya ya'maluna ghayra marra." Men cahiliyet ehli qilib kelayotgan nachar qilmishlardan ma'lum bir narsani qilishni ikki qatimdan boshqa maqsad qilib boqmadim. Ikki qatim maqsad qilib boqqan. Shu ikki qatimning hammasida Alloh men bilan uni orlig'ida Alloh to'sab qo'ydi. Ondan keyin men u narsani qilishni maqsad qilib boqmadim, hattoki meni Alloh o'zining risolat payg'ambarligi bilan hurmatladi. Men dedim, men ma'lum bir kechisi men bilan birga Makkaning ustun tarafida qo'y boqadigan bir qo'ychi bolaning o'ziga dedim: "Agar mening qo'yimga qarab qo'ygan bo'lsang, men Makkaga kirib, Makkada unda ayollar bilan muhdishib, hattoki men Makkaga kirib, Makkada unda muhdishib o'ttasam, xuddi yoshlar muhdishib o'ttaganga o'xshash, men muhdishib boqqan bo'lsam" dedim. Ondan keyin dedi, bu men bilan birga qo'y boqadigan qo'ychi: "Ifa, qilgin, men qarab turay" dedi. Aning chiqdim men Makkadagi tunja uyning oldiga kelgan vaqtimda bir naqshi musiqalarni angladim. Dedim, men hozir nima ish bu desam, boshqalar dediki, "Faloni qiz bilan to'y qildi" dedi. Men anladım, quloq solman. Allah mening quloqimga bir pardani urdi, ondan uxlab qoldim.
Meni faqat quyoshning issig'ini qarortlan uyg'otdi. Men Hamroyimning qashiq qaytib keldim. Hamroyim mendan so'rabdi, uning bo'lgan ahvolni dedim. Ondan keyin yana bir kechaliga dedim, shuning o'xshash gapni Makkaga kirdim. Mana tunji kechaliga yuz bergan ahvol mana yana yuz berdi. Ondan keyin bir askarlikni qilishni maqsad qilmoqmadim degan. Yana İmam Buxoriy Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan undan bir hadisni rivoyat qilib dediki, Jabir ibn Abdullah bu Ka'ba yasilib qurilgan vaqtida Janob Rasululloh Abbos ibn Abdul Muttalib toshni ko'tarib o'tkash uchun bordi. Dedi Abbos Janob Rasulullohga seninki to'ningni, yine belingdan bog'lab olgan to'nni sening gardiniga qavog'i. Seni toshninki siyda qilib o'tishidan toshdan saqlab qoladi dedi. Ayda qıtı Cenab-ı Resulullah zamanı yıkılıp düştü. Cenab-ı Resulullah'ın gözü asmanga tikilip kaldı. Ondan keyin Resulullah hoşuma kelib dedi ki, "Mening ishtinim, mening to'nim" dedi. Ondan keyin Resulullah o'ziga o'zlinki bu ishdan to'nni ching bog'lab oldi. Yeni bir rivoyatda shuningdan keyin Cenab-ı Resulullah'ning avrati ko'rilib boqmagan. Hem Cenab-ı Resulullah öz kavminin içinde nayet ulug'var axloq, isil xislatlar bilan, nayet tatlı dostana muamillar bilan o'zgacha edi, farqlanib turadi. Cenab-ı Resulullah odamgarchilik jihatdan o'z xalqining ichidagi eng fazilatli, axloqiy jihatdan eng go'zal edi. Hem qo'shindorchilikqa, og'ayindarchilikqa yarashda eng qimmatli aziz edi. Hem temkinlik jihatdan büyük, söz jihatdan eng rostcha samimiy edi. Hem bu tabiat, xarakter jihatdan eng yumshoq, eng siliq edi. Ko'ngil jihatdan eng iffetjon, eng pokiz, yaxshilik jihatdan eng saxiy va amal jihatdan eng yaxshi ish qilguvchi edi. Ahdiga vafo qilish jihatdan eng vafodor kishi edi. Ishonchlik jihatdan eng ishonchli edi. Resulullah'ın kavmi emin deb atagan edi. İşençlik kishi deb atagan. Bu Cenab-ı Resulullah'da bu yaxshi ahvollar. Nayta kishilar xursand bo'ladigan, memnun bo'ladigan isil xislatlar to'plashgan. Xuddi mu'minlarning onasi Xadija radhiyallohu anha deb o'tgandagidek edi. Rasulullah kishilarning ko'tarolmay qolgan og'ir yuklarni ko'tarishib berdi. Bu hayotta yo'l topolmay qolgan, turmush jihatdan qiynalib, kasb topolmay qolgan kishilarning o'ziga ma'lum bir kasbni o'rganish uchun bir kasb deb berdi. Mehmonni hurmatlaydi. Mana bu haqqa qarshi kelgan hadislarga qarshi haqni qo'g'dab, haqqa yordam beradi. Mana bu bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning esil xislatlari. Allah hammamizni Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixidan o'lga elish, Cenab-ı Resulullah'ın esil xislatlarini o'zimizga mujassam qilishga Allah muvaffaq qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.